Oh. Irg'i bordi-yu. Yo, qanchaga olindi bu? Olindimi bu aka? Qo'chqorni zo'rlari keldi mana. Vaqti dahshatlari keldi. Shu bugun shusta 31-may 2026-yil hafta kuniga yakshanba mana. Qo'chqorlar ham hech kim terib qo'ymagan bular, o'zlari terilib turibdi shekilli. Yo'llamachasiga turgandi bular. Bular birov baylab qo'yganga o'xshaydi-ku. Baylab qo'yilmaganmi bular? Terilib turgan, ha, qarang. Hozir egasidan narxini so'raymiz. O, nech puldan deysiz bularni? 8,5 dan kam bor aka. Talla bo'laveradi 8,5 dan, ha? 8,5 dan kam bor, o'tib beramiz. O'tib ham beriladi. Talla bo'laveradi. Nomerni aytib qo'ying bo'lmasa. 93 266 5222. Mana akamiz pulni sanab ulgurmayaptilar mana. To'raqo'rg'on Saroydan ekan. 7,5. Ho? Hozir sotildimi bitta? Qani o'sha? Mana bumi? 7,5 ga sotildimi? Hazillashma, 7,5 ga. Sotilibdi 7,5 ga haqiqatdan. Hozir ko'raylik. Hozir shuni 7,5 ga sotdingizmi? 7,5 dan talla bo'laveradi aka. Davomi ham bor, telefon qilaversin. Bo'ldi, davomi ham bor ekan ana akamizda. 7,5 dan ham talla bo'laveringlar ekan mana. Zo'r narx. Men bilmadim kimga qanaqa. Qara endi necha kilo atrofida chiqadi o'rtacha taxminan? 90 kilo atrofida. 90 kilo u yoq bu yog'i. 85-90 orasidagi qo'ylar ekan. Ko'ringlar, juda chiroyli holatda turibdi lekin. Mayli, sog' bo'linglar.